Do'stlar, sizlar bilan Ustuning kanali. Do'stlar, bu galgi videoroligimizda biz sizlarga yana bir bora kerakli bo'lgan, foydali bo'lgan ma'lumot ulashmoqchimiz. Bu albatta sizning mashinangizni ham misol 100 tadan bir 70 ta, 60 ta mashina bo'ladigan holat. Bizning videoroliklarimizda faqat kerakli va foydali siz uchun kerakli bo'lgan videolarni qo'yishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Xullas do'stlar, bu avtomobilimiz birinchi, ikkinchi skorsda benzinda yurganingizda talchov bilan yuradi, siltab yuradi. Faqat birinchi, ikkinchi skorsda. Katta skorslarning deyarli siltashi yo'q, lekin bor katta skorsda ham. Asosan birinchi, ikkinchi skorsda mashina talchov bilan siltab mahallalar ichida yurganingizda, svetoforda qo'zg'alib turganingizda siltanib qo'zg'aladi. Bu holatda sizlarga nimadan chiqishligini va qanaqa tartibda to'g'rilanishligini barchasini ko'rsatib tushuntirib o'tamiz. Videoroligimiz sizlarga manfaatli bo'ladigan bo'lsa va qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni va videoroligimizga like bosishni unutmanglar do'stlar. Sizlarga hozir ish jarayonini ko'rsatib tushuntirib o'tamiz do'stlar. Dastlab qiladigan ishimiz mashinamizga o'rnatilgan benzin asosida kompressni, ya'ni davinasini tekshirib olamiz. Hozir bu davinni tekshiradigan apparat. Kalitni ochingchi. Kompress salkam 5 ga borib, sekinlik bilan tushyapti. Bu benzin asosida yaxshiligidan darak beradi. Agar kompress chatoroq bo'lganda 1.5 yoki 2 holatda bo'lardi. Endi buni hozir nasos joy-joyiga olamizda, svichasi bilan injektorini tekshiramiz do'stlar. Benzin asosi yaxshi chiqdi. Akalar, ukalar. Avtomobilimizda svichalarini yechib oldik. Buni holatini ko'ryapsizlar. Juda ham ideal darajada ishlagan, yonga chaqmagan. Avtomobilimizda svichasi ham shubhadan xoli bo'ldi. Nasos kompressi ham shubhadan xoli bo'ldi. Bu yerda. Endi oxiriga tekshiradiganimiz injektor qoldi. Injektorni yechib tekshirish jarayonida e'tibor berib qaraganimizda simlari juda ham abgor holatdaligi uchun bittasi mana uzilib ketgan. Endi bunda bitta yana bir shubha bor. Hozir yo yechib turgan vaqtda ilinib turgan bo'lgan, uzilib ketgan bu yoki oldin uzilgan bo'lgan. Hozir injektorlarni ham yechib tozalaymizda, keyin buni stekerlarni ham mana bardagida ham to'g'rilab olib, keyin sizlarga natijani ko'rsataman. Hozir bu poetapni qilinadigan jarayon. Nasos kompressi, svichalari, svicha provodalari, injektorlari bular tekshirib kamchiligini to'g'rilaysiz. Agar bu holatda ham o'zgarish bo'lmaydigan bo'lsa, unda 100% programmadan chiqadi. Unisini ham qilib beramiz. Faqat bu tomonda shubhalangan joylarimiz to'g'rilab olsak bo'ldi. Ag'ini keyin programma bilan hal qilib olamiz do'stlar. Gibrid avtomobilimizda injektor mana. Ko'ryapsizlar, juda ham abgor holatda. Yuvilmaganiga yillar bo'lib ketgan. Mana shu injektor shuni steker uzuq chiqdi. Asosan mana shu sepmay yurgan. Yo slabey kontakt natijasida bir sepib, bir sepmagan, yo umuman sepmay yurgan. Bu endi 50 lik shubhada. Sababi simlar juda ham yomon holatdagi. Hozir buni apparatda cho'tki qilib chayqab, simlarni joy-joyiga qilib, ana undan keyin kompyuterda diagnoz qilamiz, keyin minib ko'ramiz. Agar o'zgarish bo'lsa, demak, aybi shundan. Agar o'zgarish bo'lmaydigan bo'lsa, programmani o'zgartiramiz. Sababi birinchi, ikkinchi skorsda siltashi ko'proq programmadan chiqadi, lekin bu ishlarni qilishdan oldin motor tomonidagi kamchiliklarni, ko'nglingizdagi shubhali holatlarni yo'qotish kerak. Ana undan keyin o'z aslida programmadan chiqib qolgan holatda 5 minutda hal bo'ladi, lekin bu tomonni birinchi hal qilib olsangiz, greta bir yo'qib ketishi ham mumkin. Bilib bo'lmaydi uni. O'shanga hozir bag'rini to'g'rilab olamizda, keyin programmasini tekshiramiz do'stlar. Injektorlarini tayyorlab oldik. Ichida setkalarga shot tashlaganmiz. Mana oldi tomonida uchlarni ham cho'tki qilib tozalab oldik. Endi buni apparatimizdagi, ya'ni injektor tozalovchi apparatni qozoniga qo'yamizda, o'zini suvdan qo'yib, bir 20 daqiqa davomida qaynatamiz. Ana undan keyin tepadagi forsunka, ya'ni sepib tekshiruvchisiga olamiz. Keyin qolgan joylarni ko'rsatamiz. Hozir shogird motor ustidagi kabellarni ochyapti. Uni kamchiliklarni to'g'rilab olsak, xudo xolasa keyin sizlarga qolgan jarayonni ko'rsataman. Bu kerakli ma'lumot do'stlar, sizlarga ham bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rib, like bosib qo'ysangiz, sizga ham bizga ham manfaatli bo'ladi. Injektorimizni hozir tepa tomonda qozonni qaynatib oldik. Endi buni har bittasini olib o'sha holatda bo'ladi. Ko'ratini tozalab beradi. Endi tepadagi tozalovchi apparatga qo'yamiz. Keyin ishlashini tekshirib olamiz buni ham. Tepa holatiga qo'yib oldik. Sepishi faqat bir xil holatda bo'lyapti, ham sekin bir xil holatda bo'lyapti. Bitta injektorimiz boshqa ekan mana. 1, 2, tur o'zimniki, ustida sariq turibdi. Buni qora bu boshqa qo'yilgan bo'lgan oldin. Atak sepishi bir xil. Endi sizlarga qolgan joylarni ko'rsatib tushuntirib o'taman do'stlar. Mana injektorimizni tayyorlab oldik. Shu qismlari zakonli holatda bo'ldi. Salniklarni yangi qo'yib, ichidagi filtr, ya'ni filtr vazifasini bajaruvchi setkasi bor. Setkalargacha yangi qo'yganmiz.
uchidagi sanliklar koreyskiy qo'yilgan. Shu katta sanlikdan juda ham ajoyib holatda bo'ldi. Hozir endi mashinamizni kabellarni terib joy-joyiga qotiramizda, minib tekshiramiz. Agar talchov bermasa, 100% o'sha boshda ko'rsatgan joyimda agar talchov bersa, keyin programma yozamiz. Uni sizlar bilan birgalikda tekshiramiz do'stlar. Mana Nexus 2 ga qilingan ishlar xudo xolasa nihoyasiga yetdi. Kabellarni cho'tki qilib, montaj qilib, gofrlar kiygizib, ichlarini to'g'rilab qo'ydik. Har bitta stekerini payka qilib, uzilmaydigan holatda qilib, juda ham ajoyib zo'r holatda qilib berdik. Ejektorlar joy-joyiga qotdi. Xullas, switch provodalari yaxshi, kompressorlari zo'r. 4 ta injektor yuvildi, stekerlar boshqa qo'yildi. Bu tomonda kamchilik qolmadi. Nasos kompressor ham ko'rdilaring, baland holatda, zo'r holatda bu. Endi yurgizamiz mashinani. Mashinamiz ejektor chayqalgandan keyin ham tez o't olyapti. Hozir pas yurgandan keyin bundan ham tez o't oladi. Sababi hozir buni trubkalar ichiga havo kirib qolgan bo'ladi. Ozgina ishlab havo chiqarish kerak. Ejektor olingandan keyin o'rniga havo kirib qoladi. Endi avtomobilimizni sizlar bilan birgalikda minib tekshiramiz. Qanaqa holatda, qanaqa natija bo'lganligini ko'rib olamiz do'stlar. Mana test drive holatiga olib chiqdik. Avtomobilimiz hozir yurib turibdi. Buni birinchi skorsda qo'zg'alamiz. Faqat 1 bilan 2 da yuramiz. Chunki 1 bilan 2 da siltaridda bu. Birinchi skorsda juda ham ajoyib. Ikkinchi skors. Mana do'stlar. Abichina bir xil holatda ketyapti. Siltash yo'q umuman. Mana shu holatda yurganingizda shunaqa talchov berib siltardi, odamni qo'rqitib qo'yadigan darajada, xuddaligi biror joy uzilib ketganmi yoki birorta bir yomon holat bo'lganmi deb o'ylaydigan darajada siltar edi. Xullas do'stlar, ko'rdilaring nima qilinganligini. Ejektorlar tozalandi, switch kabellar tekshirildi. Asosiy aybi simlari bardakligi uchun, issiq sovuq bo'lib qotib qolganligi uchun bitta nimani, masalan, ejektordagi uzilib ketgan yo shu olish jarayonida uzildi. Bu narsa ilinib turgan hisobiga tegib-tegib slab ekandagi bo'lib yurgan yo oldin uzilgan. Qisqasi tekshirib turgan vaqtimizda bittasi uzuq chiqdi. Ular stekerlar joy-joyiga qilib, shu kamchiliklarni qilib olganligimiz uchun mashina juda ham ajoyib holatda keldi. Agar sizlarda ham birinchi va ikkinchi skorsda siltash 70-80 ga chiqqanda ora-orada bir siltash bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqangi tartibda tekshirib qolsalaring bo'ladi. 75% mashinalar xuddi shunaqa kasal bilan keladi va shunaqa holatdan chiqyapti. Shunga sizlarga tushunarliroq bo'lsin degan maqsadda boshdan oxirigacha ko'rsatdik. Agar do'stlar videorolikimiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa va ma'qul bo'lgan bo'lsa, nimanidir o'rgatib olgan bo'lsak, nimanidir tushuntirib olgan bo'lsak, videoroligimizga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling do'stlar. Rahmat sizlarga.